Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mistlarimiz haqida so'z yuritamiz. Lacora brendi ostida ishlab chiqarilgan mistlarimiz, mana shu 3 xil mistimiz bor. Bu yuzni tinchlantiradi, namlikda saqlab turadi. Mana shu 3 xil mistimiz bor. Ya'ni birinchi turganimiz Lacora. Yuzni tinchlantiradigan mist, krem mist va termal suvlarimiz bor qizlar. Vazifasi nima? Aloe misti vazifasi yuzni tinchlantiradi, namlikda chiqib ketishdan saqlaydi. Allergichni yuzlarni ham, ugrili yuzlarni ham tinchlantiradi va ugrini qurishiga yordam beradi. Krem mist quruq va o'rtacha yuzlarga tavsiya qilinadi va tezlik bilan yuzingizga namlik beradigan mistlarimizdan biri hisoblanadi. Termal suvimiz o'rtacha va yog'li yuzlarga tavsiya qilinadi. Bu ham yuzni tezlik bilan tinchlantiradi. Qizlar, bundan foydalanish juda ham qulay. Krem, losyon surishga erinadigan mijozlarimiz uchun ayni muddao qizlar. Buni ba'zi mijozlarimiz 5 mahal namoz o'qiydi va yuzlari hadeb suvda yuvganida qurib ketadi. Shu vaqtda o'sha yuzingizni yuvganingizdan keyin quritib turib, ko'chingizni yumib, 20 sm uzoqlikda yuzingizga buni sepsangiz, yuzingizni tezlik bilan namlaydi va qurishini oldini oladi. Qizlar, O'zbekiston bo'yicha dostavka xizmati bor, bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin, kerakli miqdorda.